Bu yerlarda zaharli ilonlar bo'lishi mumkin. Oyoqdagi e'tiborli bo'lib yuring. Bilib qo'y Ferka, agar meni ilon chaqib olsa, Nima bo'ldi? Real 2 ilon. Uni so'ramadim. Senga nima bo'ldi? ilon chaqib oldi menimcha. Hazillashyapsanmi? Hozir ogohlantirgandim-ku. Qani, ko'raychi. Yo, xudoyim. Nima bo'pti? Oyog'ing qorayib gangrena bo'lib ketibdi. Bu meni paypog'im, uni ochib qara, ahmoq. Nima bo'pti? Oddiy paypoq, faqat yuvib turish kerak ekan. Qayerdadir kalamush o'lganmi? Chaqibdimi? Ha, chaqyapman. Juda zo'r pistonlaman. Siz ongi paslar bilan nega bu o'rmonga keldim o'zi? Ferka, ilon chaqib olsa nima qilish kerak? Sasayd, 3-0. So'rish kerak deyapti. Bu ishni men qilaman, faqat sen uchun. Ha? Ferka. Jim tur. Ferka. Bu faqat seni yashashing uchun. Ferka. Nima? Bu boshqa oyog'im. So'rib tashlash foydasi yo'q. Zahar butun tanaga tarqalib bo'lgan. Men o'lamanmi? Yo'q. Ha, sen o'lmaysan. Yo'q. Ha? Yo'q. Ha? Ya og'zingni yum. Agar men o'lsam, Google brauzer tariximni tozalab yuboringlar. Kinolarda boshqacha gapiradi-yu. Bu hayotimning oxirgi onlarida sizlar bilan birga bo'lganimga ming la'nat. Meni rafiqamga aytinglarki, uni qattiq sevaman. Sen o'ylamagansan-ku. To'g'ri, lekin bir narsani bilishingni xohlardimki, Ferka. Nima? Hey, gapirsang-chi, uyg'on. Men aslida seni otangman. Yo'q! To'xta, men senda kattaman-ku, hey. O'lishimni sog'indi kimlar? Sinishimni sog'indi. Mana bu zo'r ekan, lekin Sardor Semichki degan. Vashshi maza qildim, boru. Da, zo'r. Yana o'lmayapti-yu. Men ham hayronman, bu vaqt ichida shifoxonaga yetishga ulgurardik. Borib ko'raylik-chi. Bu Qara, Semichkani sifatliligini. Paketi ham yorilib ketmadi. Lekin buni boshi yorildi.